Aka, qarang, nariglarda yemoq ichmog'iga sinov etib ketmayapmiz-da. Ashuni sinov olishaveradi. sinov olishaveradi. Biz ham beramiz sinov. Dastavkasi-chi? Dastavkasini qilib beramiz. Dastavka qayergacha? Dastavkani qilib beramiz. Samarqandgacha bepul. Samarqandgacha akalar dastavka bepul. Xudo xolasa, kelib ko'rib boslaring, o'zlaringga yaxshi yoki jo'natib yuborsangiz, onlayn savdoda ham ishonchli, yaxshi qo'ylar yetib boraveradi xonadoningizga. Xo'p, aka bo'ladi. Bitta soliq 9 ta qo'chqor, 10 ta soni. 10 ta. 10 tani bir joyga oldim deganga 6 qo'shib qimmat qo'lingizni bering. Bismillahirrohmanirrohim. 4 million 800 ming so'mdan hammasini oldim deganga chiroyli xayrini beraman. Chorvador Oybekning ashaddiy obunachilari uchun xudo xolasa 2026-yilning 31-mart haftaning seshanba kunida xudo xolasa o'sha kanalimning eng arzonchi savdogari Ravshanbek akamizni qo'y fermalariga 2026-yilning barra qo'zlarini zo'rlari, trenddagilari, lekin narxi 2025-yil narxida bo'ladi deganlar uchun keldik xudo xolasa. Assalomu alaykum Ravshanbek aka. Sog' salomatmisiz? Omonsiz, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamang. Uzoqlashib ketdimi? Xudo xolasa bundan buyoq yaqin bo'lamiz aka. Berilib ketdingiz ham? Oo, indamang xudo xolasa aka. Assalomu alaykum. Zo'rlardan keyin qo'llab-quvvatlab turinglar. Kun kech bo'lyapti. Salonda video qilamiz. Zo'rlardan. Qo'ylarni ko'rsataylik, xudo xolasa gap video davomida bo'laveradi. Xo'p, Ravshanbek aka, soni nechta bo'ladi? Buni soni 24 bosh. 24 bosh. Dona ko'paysada bor. Aha. Qolgani qo'chqor. 22 dona qo'chqor, 2 dona sovuliq. Akalar, qo'ylarni o'zlaring ko'rib turibsizlar. Holatga yarasha, xudo xolasa, shagi damini beradigan qo'zlar ekan. Aka, bu yosh oyligi qanaqa bu qo'ylar? Yosh oyligi 4 oylik pilis. 4 oylik pilis. Lekin akalar, hech kim qo'zini ko'proq bo'ybastini aytmayapti. Bo'ybastlari ham 65, 70, 70 pilislarni ham uraveradigan darajada udar qo'chqorlar ekan. 65 emas. Ha. 70 dan 75 gacha. 70 dan 75 gacha. Gap yo'q. Ancha damir video olmaganimiz bilinmayapti. Metrga tashab qo'yamiz. Gap yo'q. Har bir ko'rinadi yo'q. Xudo xolasa. Qorong'i bo'lyapti. O'shani hisobiga akalar ozroq kichkina ko'ringan bo'lishi mumkin. 70 pilis minusga qo'ziladi. Zo'rlarni bemalol olasizlar. Arashanidan deganlarga arashalardan ham bor ekan. Dumbararizni qaranglar, dumbararizni quloq uzunligiga ham alohida sariq qo'chqorga alohida bitta e'tibor berib qo'yasizlar akalar, xudo xolasa. Xo'p. Boshqachalardan bor. Ko'rishaversin bir qator noyoblardan a. Qo'chqorlar zo'r. Qo'chqorlar zo'r, xudo xolasa. Havas qildik. Akalar, xudo xolasa kanalga bittadan like-ni bosib, obuna bo'lib qo'ysalaring, mana bunday videolardan zo'rlardan chiqib boraveradi, xudo xolasa. Havas qilganlarda, like bosganlarda har bittamizning xonadonimizda 1000 tadan 10 ming talab qo'y bo'lishini Alloh taolo nasib qilsin. Ravshanbek aka, muhimi narxida aka. Xudo xolasa aytibman, yengil qo'yamiz. Hop. Mashq qo'chqor, 4 oylik pilisga beramiz, bo'yini 70, pilis minusga olishaversin. Xudo xolasa, yuzimiz yoriq, metr deganga metrlab berilaveradi. Lekin tepasi keyin bemalol ko'rib olishaversin ham. O'zi eski bet turib qolgan. To'ppa-to'g'ri. Akalar, telefon qilasizlar, ekrandagi nomerlarga kelamiz desalaring, lokatsiya tashab beriladi. Yoki alohida video syomka qilib berishim bo'yi desalaring, xudo xolasa, alohida bittami, ikkitami, 10 tami cho'tkilab video syomka ham qilib berilaveradi. Lekin qo'ylarning holati a'lo, ideal darajada. Shaxsan men tavsiya qilaman. Yemni xotirjam yeyapti. Hashakni ham xotirjam yeyapti. Hashak yemni xotirjam yeyapti. Muhtoj emas bular. To'ppa-to'g'ri. Ha, yo'q aka, bular nimaga enasi tutgan muhtoj bo'ladi? Shu holatda agar enasi tut kerak bo'ladigan bo'lsa, u bo'lmaydi. Aka, muhimi narxi. Kech qolyapmiz. Tez o'ramiz. Qancha? 4 million so'mdan qancha kamaytiramiz? Qo'lni bering. Bismillah. 4 million so'mdan yaxshi. Yo'q, yaxshi. Ozmi shu? Pilis minus. Mayli minus deyapmiz. Pilis ham bor, minus deyapmiz. Pilis minus bor. Lekin qo'ylar, qo'chqorlar zo'r xudo xolasa. Yo'q, qo'ylaringiz zo'r. Qo'ylaringizdan bir narsa demayman aka. 4 million so'm desangiz ham, lekin yarashadigan narx aytyapsiz. Haqiqatan qo'ylaringizga o'zimda ishqim ketdi. Lekin siz aka obunachilarimiz uchun dangal tushib, chiroyli narxda tushib kelgansizda, shuning uchun obunachilarimiz sizni yaxshi taniydi. Arzonchisiz. Kanalimda eng arzonchi savdogar siz aka. Rahmat. Duoda bo'lib tursin. Like-ni bosib qo'llab-quvvatlab tursin. Chorvador Oybekdan telefon qilyapsiz deysiz, sunnatiga yana o'tib beraman. Mana oldi qosh qilmayman. Meda chudasi yo'q. 3 million 8 ming o'g'il baraka topsin. To'xtab turing Ravshanbek aka. Qo'lni bering. Sizga aka 200 o'tdingiz, yana bitta o'tasiz. Menga qarang, telefon so'zlarga o'tib beraman. Aka chiroyli xayr qilib berasiz. Hali 20 ming 30 ming qilmasa chiroyli qilib o'ting. Chiroyli kamini qilib beraman. Hammasini olganga chiroyli kamini qilib beraman. Tanlab olganga pilisi bor, tanlab bersam minusi bor. Alloh taolo barakasi bersin. Akalar tavsiya qilamiz. Qo'ylarni o'zlaring boshqa kanallardanmi, bozordanmi solishtirib ko'ringlar. Lekin shaxsan men o'zimga yoqdi, narxi tavsiya qilamiz.
Agar qo'ylar yoqqan bo'lsa, libojaga solishtirib ko'ringlar. Holat hattoki kilaga ham kelaveradi ekan mana shu qo'ylar, xudo xolasa. Chunki telefonda katta qo'y kichkina, kichkina qo'y katta ko'rinyapti. Shuning uchun aziz obunachilar, xudo xolasa alohida e'tibor berib qarashlaringizni so'rab qolamiz. Demak, keyingi partiyaga navbat beraveramiz aka, xudo xolasa. Xudo bo'lib tursa zo'rlardan chiqadi. Xudo xolasa gap yo'q aka. Xudo xolasa mana keyingi partiyaga navbat beramiz. Akalar, xudo xolasa ikkinchi partiyamiz ham zo'r. Xudo xolasa mana bunaqa noyoblardan, sifati zo'rlardan. Aynan sizlar uchun o'sha arzoncha Ravshanbek akamizda. Ravshanbek aka soni nechta buni aka? Ularning soni Opshi soni 9 bosh. 9 bosh. To'rtta Sori ko'paysa. yaxshi variantdagi qo'ylar ekan. Ha, 4 ta ko'paysin, 5 ta qo'chqor. Kakras xudo xolasa bitta obunachimizni Ha. ham bo'rdoq yo'nalishida, ham naslchilik yo'nalishida bitta akamizni qo'ygan ekan, xudo xolasa. Tashlab qo'ysa, Tavsiya qilamiz akalar. chiroyli qo'y bo'lib qoladi. Qo'yladi gazi uzun ekan holatiga nisbatan, lekin oyoq qo'li baquvvat. Alohida e'tibor berishlaringizni so'rab qolamiz. Orqa oyoqlar baquvvatligi. Xudo xolasa sutga to'ygan. Aka bu kepagini xotirjam yeyotgan. Kepak yem hashak yeyapti. Yem Xotirjam. hashak deyapti. Ha. Orqaga qaytadigan darajadan o'tib bo'lgan. Yo'q, orqaga qaytadigan emas, xudo xolasa. Tepa enasiga muhtoj emas. Ena sutiga muhtoj emas akalar, orqaga qaytadigan darajadan o'tib bo'lgan. Bemalol tavsiya qilaman. To'ppa to'g'ri. Ana shu noyob qo'ydi orqa oyog'i. Hammasida ham orqa oyoqlar baquvvatligiga, dumbarazrizligiga alohida e'tibor bersalaring, xudo xolasa, yaxshi qo'y olinglar, yaxshi foyda qiladi. Mayda qo'y zot foyda qiladi, lekin yaxshisidan yaxshi mundayroq foyda qilaveradi. Sog'lig'ini xotirjam avgustda qo'shilaveradi qo'chqor. To'ppa to'g'ri. Yildan keyinga tug'ib beradi. Bu yildan keyin tug'ib beradi, xudo Avgustda xolasa. qo'shilaveradi xotirjam. Chiroyli boqsa bo'ldi. Xudo xolasa, hop, tavsiya qilamiz. Aka qolyapti narxi. Yosh oyligini so'ramabmiz. Yosh oyligi 3,5 oylik. 3,5 oylik. 3,5 oylik. Xudo xolasa. Qo'zi sog'liq, qo'zi qo'chqorlar. Yaxshi yurgan ekan, enasini suti yaxshi ekan, Enasini- 4 oy 5 oylik qo'ziga tortyapti lekin. Chiroyli xudo xolasa. Xudo xolasa tavsiya qilsa bo'ladi. Yuzimiz yorug' bo'ladi aka. Tepasiga kelib ham olishaveradi, boshqa ham qilishaveradi. Metrlab bersa, metrlab ham beraveradi. Metrlar ham beriladi, gap yo'q. Xudo Aka xolasa, narxi. bo'yi 65 pilis. Endi bo'ybasini aytib qo'yaylik. Nima Gap yo'q. bo'lardi masin deb 65 pilis o'lchab beraveramiz. Balkim ko'prog'i ham bordir. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p. Ravshanbek 9 ta qo'zingni oldim men. Ko'paytirib olaman deganga 3 million 500 ming so'mdan telefon qilsa chiroyli o'zlariga xayrini qilib beraman. Bor. Joningiz sog' bo'lsa. Akalar mana xudo xolasa 3 million 500 mingdan realni arzon bo'lyapti. Bozorlarga ham solishtirib ko'ringlar akalar. Qo'ylarning holati a'lo darajada. Aka buni ichidan bitta tanlab olaman, ikkita yoki bitta yaxshisidan deysiz. Xudo xolasa qancha? Tanlovlarga filisi bor, tanlab bersak minusi bor. Minusi ham bor. Xo'p, sog'lig'ini alohida olaman deganda sog'lig'ini alohida beraveramiz, arzonroq qilib beramiz. Qo'chqorni alohida olaman deganga uni ham kelishamiz. Kelishlar. Xudo xolasa beraveramiz. Bitta oladigan obunachini ham ishini bitiramiz, xudo ishini bitiriladi. Xudo xolasa akalar tavsiya qilamiz. Zo'r narx bo'ldi, holati a'lo darajada. Yaxshi qo'y qilib olaman degan obunachilarimiz uchun sovliqlarni alohida oslang, xudo xolasa yaxshi boradi. Sherik kelib qoldi. Shuni bo'yini o'lchaylik. Bo'ldi mana. Sherik yo'q edi. Bo'ldi. Akalar mana xudo xolasa 65 pilis men so'dingizmi aka? 65 pilisga olishaversin dedi. 68 chiqyapti, 70 chiqyapti, 2 sant juniga chiqib ketsa, xudo xolasa 68. Qo'yavermaslik kerak, gazini ham o'lchab qo'yamiz. Mayli. Lekin akalar xudo xolasa e'tibor beringlar. Gazi bo'yidan uzun, a'lo darajada tavsiya qilamiz, xudo xolasa. Bemalol olib boqib ko'ringlar. Shaq qo'chqorlar ham o'zi 65-70 chiqyapti, o'shalar ham 5 million bo'lyapti bozorda. Shunaqa. Qo'zi haqiqiy foydani 2 baravar, 2,5 baravar tashlaydigan aynan mashq qo'zilar bo'ladi, xudo xolasa. Albatta. Baquvvat qilsin, xudo xolasa. Voy. Yaxshi niyatda olsa. Aka, hozirchi oxiri ham shart emas. Yaylamga qo'yversin, ko'klamga. Yayla ko'klam kelib qoldi. Xudo xolasa. Bo'ldi endi ko'klam yo'qlar bo'lsa, oxirida baquvvat qilishadi. Chiroyli bo'ladi. Xudo xolasa foyda qilib ketaveradigan variant. Akalar tavsiya qilamiz. Narxi Optimga 3,5 milliondan tanlab olsalaring ozina plus, tanlab bersa ozina minus bo'ladi. Lekin bir joyga olgan odam xudo xolasa yutadigan darajada baraka topadigan variant. Yana bir partiyamiz bormi aka? Ha, bir partiya katta yemga tayyor qo'shqor. Yemga tayyor qo'shqorlardan keyingi partiyada ko'rsatamiz akalar. Obunachilar menga ozgina yeragidan kerak edi. Sababi qurbonlikka boqayin, ham foyda qilayin, ham maza qilayin deganlar uchun Ravshanbek akamda qo'ylarni udaridan tavsiya qilamiz. Xudo xolasa. Soni necha bosh Ravshanbek aka? Soni 10 ta. Soni 10 dona. 9 ta qo'chqor. 9 ta qo'chqor o'zi. Qo'shib qo'ydi, xursand bo'lsin. Ha, qo'ylar o'zi kayfiyat ko'tarilib ketdi qo'ylarda. Ko'tarilib ketsin, yursin deb. Jari sog' bo'lsin. Qo'shib qo'ydi. Sog'liq ikkitish. Aha. Mana ko'ryapsiz, ikkita sog'liq, qo'chqorlar holatini ko'ryapsiz. Qo'chqorlar 10 oylik qo'zi qo'chqorlar. 10 oylik qo'zi qo'shqorlar.
80 plyus-minusga olishaversin. 80 mo'ljaldash sariq 85 ham chiqib qoladimi? Sariq 80 86 keladi. 86 keladimi? O'lcha olishaveradi. Yaxshi. Aka, 80 plyus-minusga qarang, olishaversa. narigilarda yemoq ichmog'iga sinov etib ketmabmiz-da. Ashuni Ey, sinab olishaveradi. Sinab Qancha olishaveradi. bersa biz ham beramiz sinab. dastavkasi-chi? Dastavkasini qilib beramiz xudo. Dastavka qayergacha? O'ylashmasin. Dastavkani qilib beramiz. Samarqandgacha bepul. Samarqandgacha akalar dastavka bepul. Samarqandgacha. Xudo xolasa, kelib ko'rib boslaring o'zlaringga yaxshi yoki jo'natib desangiz, onlayn savdoda ham ishonchli, yaxshi qo'ylar yetib boraveradi xonadoningizga. Xo'p, aka bo'ladi. Bitta sog'liq 9 ta chiqar, 10 ta soni. 10 ta. 10 tani bir joyga oldim deganga 6 qo'shib qimmat qo'lingizni bering. Bismillahirrohmanirrohim. 4 million 800 ming so'mdan hammasini oldim deganga chiroyli xerini beraman. Bor aka. Joningiz sog' bo'lsin. Sog'lig'ini o'tib beraman. Sog'lig'ini o'tib berasiz, ha? Chiroyli o'tib berasiz sog'lig'iga. Sog'lig'ini chiroyli o'tib beraman. Xudo xolasa. 9 ta qo'chqorga Mhm. 4 million 800 ming so'mdan pul berishaveradi. Sog'lig'iga alohida kelishtirib beramiz. Kelishtirib berilaveradi. Akalar, xudo xolasa qo'ydi holatini, realni ko'rib turibsizlar. Zo'r, yemini yeb turgan. Yemini yeb turgan holatda. Qurbonlikka ham xotirjam tayyor bo'ladi. Bitta ikkitasini to'yga boqsangiz ham yetiladigan darajada yaxshi boqilsa, ketadigan variantda. Yaxshi. Zotga tarbiyalasa ham bo'laveradi. To'ppa-to'g'ri. Xudo xolasa tavsiya qilishga arziydigan, muhimi uyaltirmaydigan yaxshi narsalarni obunachilar sizlar uchun tavsiya qilib qo'yamiz. Olish, olmaslik siz ixtiyoringiz. Lekin xudo xolasa qo'ylar yaxshi, olib boqinglar, foydani qilinglar, baraka topinglar, xursand bo'linglar. Akalar, muhimi bitta laykni bosishni unutmanglar. Ravshanbek aka, bo'ldimi xudo xolasa? Xudo bo'lib tursin, xudo xolasa yengil chiqarib beraveramiz. Arzonlardan xudo xolasa o'sha arzoncha Ravshanbek akamizda bo'laveradi. Akalar, bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.